Hali turmushga chiqish niyatingiz bo'lmasa, mehmonlar kelganda bu shirinlikni aslo tayyorlamang. Chunki bu shirinlikdan keyin sizni o'g'irlab ketishlari aniq. Yaxshisi to'y yaqin do'koningizga jo'natib qo'ying. Og'izda eriydigan shirinlik bo'lishini xohlasangiz, aynan shu sariyog' ta'mli margarindan foydalaning. Smetanaga sodani solib yaxshilab aralashtiring, kroshka ustidan soling. Tuxum sariqlarini oqidan ajrating, bir donasini ustiga surishga olib qo'ying, qolganini solib xamir qoring. 3 qismga bo'ling va xolodilnikka yuboring. Tuxum oqiga bir chimdim tuz, vanilin solib mikser qiling. Oqarishni boshlashi bilan oz-ozdan shakar solib mikser qilishda davom eting. Massa aynan shu ko'rinishda bo'lishi kerak. 3 bo'lak xamirdan bittasini listga moslab yoyib pishirib oling. Ikkinchisini listga yoying, ustidan bezeni soling, yong'oqni seping. Ustiga pishib sovigan xamirni qo'ying, bezeni soling. Magizli paxlava yoqtirmaganim uchun faqat yong'oqdan foydalandim. Siz bemalol magiz solsangiz ham bo'ladi. 3-xamirni ham darhol yoyib, ustiga qo'yib chekalarini yaxshilab yopib chiqamiz. Olib qo'yilgan bir dona tuxum sarig'ini yaxshilab atalab surib chiqamiz. 4 burchak emas, aynan shu ko'rinishda kessangiz dasturxon ustida juda ham chiroyli turadi. Oldindan qizdirilgan pechda 170-180 darajada pishirib olamiz. Qaynoqligida ustiga asal suramiz. To'yingiz yaqin payti qidirib qolmasligi uchun albatta saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang.